أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Sure Nisa'nın 38. ayetiyle geldik. 38. ayetninki وَالَّذ۪ينَ يُنْفِقُونَ degендiki ellezine oldun ayetki ellezineden bedellepti. Aştan et bedellepti. Ondan vançakta şu ilgili ayet bilen münasebet demişti. İlgili ayetteki mezmun nimeti edilse behillik kılganlar ve kişilerini behillik kılışkı boylaydıganlar ve Allah Teala öz pezinden ata kılgan nersini yoşurganlarga kesek biz kafirlarga qattiq azobni tayyorladik dedi Alloh taolo. Yani ashlarga yani qattiq azob bor degan. Ana vallazina yunfiquna amwalahum ri'a an-nas wa la yu'minuna billahi wa la bil yawmil akhir wa man yakun ash-shaytanu lahu qarinan fasa'a qarina. Hozir o'qigan oyatga allazina bo'lsa ilk 37 oyatdagi allazinadan allazinaga atbilaydi. Ular shundoq kishilarki degan bilan nafik qildi mollarini kishilarga riyo qilib ular Allohga va oxiratga imo etmaydi. Mushtaq kishilar u demoqchi. Ya'ni riyo'an nasiri muroina lahum kishilarga ko'rish uchun nafik qiladi. Ya'ni Alloh roziligini ko'zlab qilmaydi. Va la yu'minuna billahi va la bil yawmil akhir. Ular Allohga va oxirat kuniga imo etmaydi. Ular bo'lsa munofiqlarga Makka ahliga o'xshashdir. Va man yakuni shaytonu lahu qarinan fasa'a qarina. Kimiki shayton uning hamrohi bo'ldi ekan, u shaytonning buyrug'iga bo'ylan ish qiladi. Shu insonlarga o'xshash, yuqorqi insonlarga o'xshash. Fasa'a qarina degan shayton u nima degan yomon hamroh deydi. Va madha alayhim law amanu billahi wal yawmil akhir va anfaqu mimma razaqahumulloh va kana Allohu bihim alima. Agar ular Allohga oxirat kuniga ishonsa va Alloh o'zlariga bergan molni sarf qilsa, ularga nima ziyni bo'ladi? Alloh ularni obdan biladi. Qilmishga qarab jazolaydi. Alloh haqiqatan zarracha zulm qilmaydi. Agar kishining zarracha yaxshiligi bo'lsa, Alloh uni hasilab ziyoda qiladi. O'z dargohidan buyuk ajr, ya'ni jannat ato qiladi. Va ma'da alayhim degan ularga nima bo'lib ketadi? Agar Allohga oxiratga iymon etsa va Alloh rizq bergan narsani nafiq qilsa, yuqorqidek riyo qilib, munofiqlarcha ish qilmasdan, balki mushta tuz shaklda, normal shaklda, Alloh rozi bo'lgan shaklda mushta qilsa, ularga nim bo'ladi. Ayyu zararin alayhim fi zalika. Ya'ni mushundaq Alloh rozi bo'lgan shaklda qilsa, ularga nima ziyon keladi? Demek ekan. Yine böyle istifham olil inkar. Bir yerdeki istifham inkar için. Yani ulanınki yukarıdaki aslında natoğru şekilde kılışı bu hata iş, inkar kılış. Lev amenu ki lev mesteriye meniste. Yani la darara fihi. Onun da hiç kandak zarar yok. Hakikaten ziyan ularınki hazır kılıvatkan haltıda, hazır turvatkan haltıda ziyan var. Yani hazırki riya kılıp munofiqlarcha amal qilib qilayotgani mushunda ziyon bor ular. Va kana Allohu bihim alima. Alloh ularni obdan bilguchi zotdir. Ularga yana ashlarning qilgan amriga qarata jazo beradi. Innalloha la yuzlimu mithqala zarra. Alloh taolo odil zot bo'lg'achqa har odamga qilmishiga yarasha muomala qiladi, hech kim zulm qilmaydi demoqchi. La yuzlimu mithqala zarratin. Zarrachilikni zulm qilmaydi. Zarra degan na kichik chuminini ko'rsatgan. Endi Alloh taolo qanday zulm qilmaydi desa, bir odamning yaxshiligidan kamaytib yoki uning qilgan xatoliklarini, sayyiatlarini ziyoda qilib o'tib,
Bunda zulm qilmaydi. Va in taku hasanatan. Hasanatan degan yana bir qira'atda hasanatun deb o'qildi ekan. Hasanatun deb o'qilgan chog'da in takudagi taku u kana yani fe'l naqis bo'lmasdan balki fe'l tam bo'ladi deydi. Agarchanda shu zarrachilik narsa bir yaxshilik bo'lsa, mo'minning bir yaxshilik bo'lsa, yudoifha. Alloh taolo uni hasilab qaytarib turdi. Ya'ni bir mo'min odam Allohga oxirgi iymon etgan bir mo'min bir yaxshi amal qilsa, Alloh uningga hasilab qaytarib turdi. 10 hasidan 700 hasidan ko'proq holatda shunda savob beradi. Yana bir qiraatda yudoifha deb kelgan. Tashdid bilan. Na ko'p hasilab beradi degan bo'ldi. Ve yu'ti min ledunhu ecren azima. Ve Allah Teala öz dergahidin yine hesrep savap verişiyle birge öz dergahidin yine hesrep kaytırıp verişiyle değil ama hesrep kaytırıp verişiyle birge öz dergahidin yine katta ecel verir onu. O katta eceline hiç kadar bir insan onu mölçerleyemeydi değil. İnsan özününki taktını mölçerleyemeydi olan derecedeki. İşte katta eceline Allah Teala o adamı verir o diye. Eğer kişinin zerrece yaxşılığı bolsa, Allah onu hassilep ziyad kılıdı. Öz dergahidin büyük ecir, yani cennet ata kılıdı. Yani maayet boyunca etken çağda, e, bir yaxşılık kılan adamga Allah Teala şu yaxşılıkla hassilep qaytırış beriş bilen birge, yani öz dergahidin insan özünki bu normal aklını tasavvur kılamaygan derecedeki katta ecirler biridir, dep düşünsek boldu ekan. فكيف إذا جئنا من كل أمة شهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. Biz her bir ümmetin bir guvohchini keltirgan va ey Muhammad seni bularga, ya'ni ummating ichidagi imonsizlarga va gunohkorlarga guvohchi qilib keltirgan chog'imizda ularning holi qandoq bo'ladi? Fakayfa degan ya'ni kofirlarning holi qandoq bo'ladi? Agar keltirsak har bir ummatdan bir guvohchini shu ummatga shu ummatning qilgan amaliga guvohlik beradigan bir guvohchini keltirsak va seni Muhammad alayhissalom shularga guvoh qilib keltirsak kofirlarning holi qandoq bo'ladi? Yani qiyomat kuni Muhammad alayhissalomning ummati ilgirki payg'ambarlarniki qavmlariga Allohning dinini yetkazganligiga guvohlik berdi ekan. Hadis aniq bor bu. Muhammad alayhissalom ashyaning hammasi guvohlik berdi deydi oyat bo'yicha. وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا. Aş vaqtda kufrlik qilganlar va payg'ambarga osiylik qilganlar orzu qilib qoladi zaminning ularni tuzib o'tishini, o'zini to'pib ketishini orzu qilib qoladi demoqchi. Qiyomatning dahshatini ko'rganlikdan yer bilan tubsiz qilib o'tilishini, ya'ni yerga ko'milib tuproqqa aylanib ketishni orzu qiladi. Ularning hamma a'zosi guvoh bo'lganlikdan Allohdan hech bir so'zni yo'shira olmaydi. Tusavva degan tusavva deb o'qilgan chog'da majhul bo'ladi endi. Bil bino'i bil maf'ul degan shu. Endi majhul emas, ma'lum holatda o'qilgan qiraat ekan. Lil fa'il. O chog'da ikki taning birisini aslisiga idg'om qilindi. Va uni singa idg'om qilindi. Ya'ni aslisi tatasavva. Ikki taning birisini aslisiga idg'om qilganda tasavva. Ana o'si tatasavva uni singa idg'om qilib olsa tasavva degan qiraat nima ekan? Tasavva. Tasavva, tasavva. İdgam qilingan vaqtda ikki taning birisini singa idg'om qilayotgan vaqtda tasavva deb o'qildi ekan. Ya'ni bihimul ardu. Qiyomat kunisi shu ma dunyodagi vaqtida kufrlik qilganlar va payg'ambarga osiylik qilganlar shunda orzu qilib qoladiki, o'zlarining zamin bilan tubsiz qilib o'tilishini. Qandoq desa bi an yakunu turaban mislaha li'azami hawlihi. Qiyomatning dahshatini ko'rganlikdan qattiq qo'rqib ketganligi uchun o'zlariningmi shu zaminga o'xshash to'pib ketishni orzu qilib qoladi. Yani biz bu qattiq azobni ko'rguncha to'pobni tugishib ketgan bo'lsakmi, biz buni bu azobni, bu dahshatni ko'rmaskanmiz deb orzu qilib qolgan.
xuddi sura Naba'da ya laytani kuntu turaba va yaqulul kafiru ya laytani kuntu turaba deb kelgan o'xshash. U vaqtda kofir toshkentni to'pib ketgan bo'lsamchu deydi degan oyatga o'xshash. Vala yaktumunalloha haditha. Ular Allohdan hech qanday bir so'zni yushirolmaydi. Qilgan amallardan hech narsani yushirolmaydi. Va fi vaqtin oxir yaktumunahu. Lekin ba'zi vaqtda, yana bir vaqtda shu qiyomat kunida nurg'un maydonlar bordi. Birla maydon emas, e, nurg'un maydon bor. Uning miqdori ma dunyoning vaqtida o'cha yetgan vaqtida 50 ming yilga barobar kelgan bir kun dedimdi, masalan, qiyomat kuni. Ana shunday dahshat kunda nurg'un maydonlar bor. Shu maydonda e, u insonlar ba'zida Allohdan hech narsa yushirolmaydi ekan, yana ba'zi maydonda yushiradi demoqchi. Yaktumunahu. Vallahi Rabbina ma kunna mushrikin. Alloh bilan qasamki, Parvardigorimiz biz mushrik bo'lmagan edik deb o'zining qilgan qilmishini yushirdi ekan. Endi yushirgan vaqtda Alloh taolo guvohchilarni keltirdi o'chaqda. Eng oxirida o'ziniki a'zolarini so'zlagan. Og'zini pechatlab o'tib, insonninki shu gunoh masiyatni qilgan a'zolarini so'zlagan. Qo'lini, putini, ko'zini, qo'li masalan men bu men mening qo'lim mushu men bilan bu falon jinoyatni qilgan deydi. Puti men bilan mengib falon yerga masalan aroq ichadigan, qimir o'ynaydigan yerga borgan deb guvohlik qildi ekan. Ko'zi men orqali bu harom narsa qaragan deb guvohlik qildi ekan. Shu chog'da inson nima deydi ekan desa, o'sha a'zolarga nihoyat qattiq ochiqlab turib, isib sizlarga men sizlarni dunyodagi vaqtda sizlarni o't ko'ydirib qo'ymay, sizlarni shunda muhofazat qilgan emasmi? Hala hala bugun kelgan chog'da sizlar mening zinim guvohlik berasizlar deb ketamish. Yine qiyomat kunida Alloh taolo shu insonni o'zining qilmishlarini inkor qilgan vaqtda işte a'zolarini og'zini pechatlab o'tib, a'zolarini so'zildi deb. Alloh taolo hammalarni qiyomat kunida oson hisob ilinganlarning qatoridan qilib olsin. Xo'sh, keyingi oyat hamda ahkam oyati. Tayammum munosabatli oyat ekan. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. Yani, ey iman etgan müminler, sizler namazga yakınlaşmanglar. Yani namaz okumanglar mest bo'lgan holatda. Yani sizler mest bo'lsanglar, nima deyotganinglarni bilganinglargacha, junub bo'lsanglar, yo'l ustida bo'lganlar bundan mustasno. G'usl qilmaguncha namozga yaqinlashmanglar. Agar kasal, ya'ni kasalga suv ziyon qilgan bo'lsa, yoki safar ustida bo'lsanglar, yoki hojat qilsanglar, yoki ayollar bilan munosabat o'tkazsanglar, mushundaq ahvol ostida suv topolmasanglar, pok tuproqni yuzinglarga, qo'linglarga surtib tayammum qilinglar. Alloh haqiqatan afu qilg'uchidir, mag'firat qilg'uchidir. Ya'ni Alloh bandalarga haraj bo'lmasligi uchun ibodatni osonlashtirib berguchidir. Sukara degan sharob, ya'ni mast oltinlarda namoz yaqinlashmanglar. Ma'voylik aroqni harom qilish bosqichlarining ichidagi ikkinchi bosqich endi. Aroq 3 qadam bo'yicha harom qilib, 3-bosqichda keskin harom qilindi. Ma ikkinchi bosqichda shu mast bo'lgan oltinlarda namoz yaqinlashmanglar dedi. Ma'noda ham ozroq yo'l qo'ygan bir ahvol bordir bu yerda. Buning nozil bo'lish sababi salatu jamoatin fi hali sukri. Meskaletden cemaat namazı kelgen boğuşka ularni shu meskalatlarda namazga yaqinlashmanglar deb ayet nozil bo'lgan. Hatta ta'lamu ma taqulun. Hatta ki siz davat qilinglarni bilgan qadar bi an tashu degan yana o'zing aslinglarga kelgan qadar demoqchi. Namozga yaqinlashmanglar. Va yana junub holatdami namozga yaqinlashmanglar. Junub holati degani bi ilojin aw inzalin. İlacı kirgizish, jimo qilish demoqchidan endi. Jinsiy a'zosini jinsiy a'zoga kirgizish bilan yoki ma'niningki tushib ketishi bilan. Lekin jimo qilmabdi, lekin ma'nini o'ziga ma'ni chiqibdi masalan. Oshunda holatda shu qandoq holatda bo'lsin, bir junub holatda bo'lsanglar, osh holatda namoz yaqinlashmanglar. Vala junubanniki nasblik o'qishi hol bo'g'ashqa deydi.
Ve huve yutlaku alel mufredi ve gayrihi. Bu mufred kimi ve onun gayri kimi işletildi. İlla abiri sebilin. Hem de işte cünüp aleti namaz yıkılaşmalı. Lekin namaz okusan bulduğun bir halet var. Namaz okusan bulduğun halet kaysa halet ise yol üstü op kalsan musafir op kalsan bu musafir okuyan halet bunun sırtıda. Hem açlı halette ta ki gusül kılgan kadar namaz yıkılaşmalı. Felekum en sallu. Sizler için namaz okusan buludu. Yine musafir okuyan halette e, yine teyemmüm kılıp namoz o'qisan bo'ldi degan gapda endi. Vastasnal musafira bu yerda musofirni yuqorqi ahkamdan ayirib chiqadi. Chunki musofir uchun boshqa bir hukm bor, u orada keladi deydi, yaqinda keladi. Vaqila yana bir qarashda shunday deyildi: al muradu annahu an qurbani mavadi'as salah. Bu yerdagi irod qilgan narsa namoz o'qiydigan o'rinlarga, ya'ni masjidlarga yiqilishdan to'sishdir. Faqat masjidlardan o'tib ketayotgan bo'lsa, mashitning ichiga kirib mashit tuvmasdan mashitni bunday o'tib ketgan bo'lsanglar mayli degan bunda manda deb tushunish mumkin. Yani illa abiri sabili deganda endi mashitda ashuna junub holatda mashitga kirib tuvsanglar bo'lmaydi, lekin mana yo'l ustidan yo'lda ketayotgan vaqtda mashitni oldida o'tib qolgan bo'lsanglar u holatda mayli degan gap deb mana tushunish mumkin. Yani boshqa kitoblar rojihda ve in kuntum merda. Eğer size kesel bolsanlar. Yani meradan yadurruhul ma'u. Su ziyan kılgan derecedeki kesel bolsanlar. Ya ki sefer üstüde bolsanlar. Yani sefer üstüde bulup size cünüp halette ya ki kiçik taharet kılıp taharet boğan halette bolsanlar. Ya ki sizlerin birinla hacetxandan kelgen bolsa. Gait degen hacetini ada kılış için tayyorlangan o'rin. Yani hacetxana. Hojatxonadan kelsa, yana ahdasa, yana tari sundigan bo'lsa, yoki lamastumun nisaa, ayollarga jimo qilgan bo'lsanglar. Yana bir qiroatda lamastum demada o'qilgan ekan. Alifsiz. Ikkilisi bir ma'no dedi. Bu yerga al-lamsu al-jassu bil yad. Qo'l bilan tutishni nima ma'no ekan? Yana ayollarni tutib qolsan degan bo'ladi. Al-jassu bil yad deb ma'no esa, unda tafsir qilgan chog'da ayollar jimo qilish emas, ayollarni tutib qolsa mushu hukmga tushadi degan bo'ladi o'sha. El jassu bil yad deganni Ibn Umar roziyallohu anhu aytgan ekan. Imom Shofiy mush qarashda bo'lgan. Bu al haqqi bihi. Endi shu qo'l bilan tutishning qatoriga kirib ketadi yana. Osh ayolniki badanning boshqa yerlarini, boshqa terlarini tutish mushning qatoriga kirib ketadi. Qanday bir yerini tutsa degan bo'ladi demoqchida. Hem İbn Abbas roziyallohu anhudan kelgan rivoyatda bu lamestum degan jimoni ko'rsatadi. Ayollar jimo qilib qolsa degan gap bor. Mushta holatda falam tajidu ma'an. Suv topolmagan bo'lsanglar, tatahharuna bihi lis-salati ba'da at-talabi va at-taftish. Yani izlab bakıp, tekshirib bakıp, mesela namazga pak bo'lish uchun, namoz o'qish uchun yine paklanadigan bir suvni topolmagan bo'lsanglar, fatayammamu. Bu holatda tayammum qilinglar deydi. Ama hozir ma deyilib o'tgan gaplar rojiun ila ma'adil marada. Kasallikdan boshqa holatlar qaytadi. Ya'ni kasallik holati emas, saq holat bo'lsanglar, ya'ni suv topolmagan bo'lsanglar, tayammum qilsanglar bo'ladi demoqchi bu yerda. Tayammumu degan iqsidu ba'da dukhulil vaqt. Namozning vaqti kelgandan keyin ashuna to'pini maqsad qilinglar degan gap. Suaydan tayyiban. Pak to'pini maqsad qilinglar. Tadribu bihi darbatayn. Ash to'piga ikki qatim qo'linglarni uringlar. Urib famsahu bi wujuhikum va aydikum. Yuzinglarni va qo'linglarni silanglar. İlal mirfaqayn minhum. Qo'linglarni jaynak silanglar degan bo'ldi. Yani jaynak silash degan oyat yo'q, lekin buni hadisdan olgan gapda bandi. Masaha degan yataadda bi nafsihi va bil harfi. Masaha degan fe'l keyingi bir harflar kelmay o'z yolg'iz holat kelsa bu mutaddi bo'ladi va ba'zida
harf jar bilan mutaddi bo'ladi deydi. Mutaddi fel bo'ladi. Yani lazım fel emas, mutaddi fel demek. İnnallâhe kâne afuvven gafûrâ. Hakikaten Allah Teala afu kılgıcı ve mağfiret kılgıcı zattır. Yani la mesutun degan ne? Endi o qo'lini tutish deb tafsir qilgan vaqtda shu ayollarni bunda tutib qolsinmi tarassum degan gap bo'ladi. Shofiy mazhab shunday ekan. Lekin unda tafsir qilmay shu jimo deb tafsir qilgan vaqtda shu jimo qilib qolsa tarasunudi, lekin ayollarni tutqonga badanini mana silab qo'yganga tarasunmaydi. Agar shu oldidan bir narsa chiqib qolsa tarasunudi, lekin silg'anlikni o'ziga tarasunmaydi demak. Boshqa mazhablar shunday. Shunday ekan. Xo'sh, keyingi oyatda ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. Ey Muhammed Aleyhisselam kitaptan yani Tevrat'tan nesibi belirlenen kişiler yani Yahudilarning mo'llari shularniki gumrohlikni setib olganligini va sizlarning to'g'ri yo'ldan erishinglarni xohlaydiganligini ko'rmadingmi? Allah sizlerning düşmanlaringlarni obdan biladi. Allah sizlarni saqlashga yetarlikdir va sizlarga madadkor bo'lishga yetarlikdir. Ya'ni sizlarni Yahudiylarning yeni mikridan saqlashga Alloh kifoyadir. Nasiben degan hazzan, ya'ni ulush. Ya'ni kitobdan bir ulushga, nasibiga berilganlarni ko'rmadingmi? Ular ya'ni Yahudiylar. Ular ozg'unlikni setib oldi. Hidoyatning badaliga ozg'unlikni setib oldi. Ve ular bo'lsa sizlarning to'g'ri yo'ldan ezib ketishinglarni iroda qiladi. Tuxtiu tariqal haqqi. Sizlarning ashlarni o'zlab o'xshash bo'lishinglar uchun haq yo'ldan ezib xatolashib ketishinglarni orzu qiladi, shuni iroda qiladi. Vallohu a'lamu bi a'daikum. Alloh taolo sizlarning dushmanlaringlarni obdan bilgishidir. Sizlardan sizlarni bekerak biladi dushmanlaringlarni. Shuna sizlarni dushmanlar maoshu mana deb xabar beradi. Sizlarniki aslında yiroq bo'lishinglar uchun. Ve kefa billahi veliyen. Allah Teala veli. Yani sizlarni muhofazat qilguvchi. Shu dushmanlarni 22'de saqlash jihatda kifoya qiladi. Ve kefa billahi nasira. Allah Teala sizlarni dushmanlarni 22'den qo'g'dash, yani yordamchi bo'lish jihatda yetarlikdir deydi. Allah Teala hammaning manfaatli mato qilsin. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم بحمدك أستغفرك وأتوب إليك.